Tushuntiraman. Eng asosiysi raqibni kuch oqimidan foydalangan holatda zarbani amalga oshirish. Endi shuni juda tezroq ko'rsataman. Yana bir bor. Xo'p, kim ilg'ab oldi? Yaxshi. Tak, kung fuda asosiysi bolalar faqatgina qo'l va oyoq harakati bas. Dadillik, ildamlik, qo'rqmaslik. Eng asosiysi qat'iyat. Bu juda muhim hisoblanadi. Hurmatli do'stim, o'zingizda yoki farzandingizda dadillik, jur'at yetishmayotganini sezyapsizmi? Buning sababi ichki qo'rquvlardir. Kung fu mashg'ulotlari bilan ichki qo'rquvlarni yengib o'ting. Siz mashg'ulotda maxsus tanani chiniqtiruvchi mashqlar, himoya va hujum usullari va ruhiyat uchun muhim bo'lgan o'ziga ishonch, dadillik, jur'at va qo'rqmaslikni, eng asosiysi emotsiyalarni boshqara olishni o'rganasiz. Yoshim o'tib qoldi, katta bo'lib qoldim deb o'ylamang. Bizda yosh chegarasi 8 yoshdan 50 yoshgacha. Nafaqat yigitlarimiz, balki qizlarimiz va ayollarimiz ham mashg'ulotda qatnashishi mumkin. Mashg'ulot vaqtlari sizga qulay bo'lgan grafik asosida tuzilgan. Manzilimiz Farg'ona shahar, Indening kiyim do'koni yonida joylashganmiz. Agarda bu sizga qiziq bo'lsa, hoziroq podrobniy tugmasini bosing va bepul master-klassga yo'llanmani qo'lga kiriting.